eshitdingizmi Oybek aka, Andijonda operatsiyalar bekorga bo'lyapti. Andijon shahrida Garadskoy больницаga yetmasdan Shoh hospital bor. Albatta bu yerda qiynalgan oilalar uchun va pensiya yoshdagi insonlar uchun yoki bir nogiron insonlarda больница bekorga operatsiya jarayonlarini o'tkazib beryapti. Haqiqatdan rost aka, sababi bizni ham bir yaqinimiz bu yerda bel grisha bo'layotgandi, operatsiya bo'ldi. Haqiqatdan bekorga operatsiya qildi. Bu videodan olishdan sabab shunaqa qiynalayotgan insonlar bo'lishi mumkin, sharoiti og'ir. Va iltimos qilamiz, mana shu video ko'rganlar maksimal darajada shu video tarqalishiga yordam berib, podelиться, klass bossanglar, balki sizlarga kerak emasdir, lekin ba'zi bir shu holatga muhtoj, shu yordamga muhtoj insonlarga yetib borsa, siz ham biz ham mana shu savobdan bahramand bo'lib qolamiz. Shifoxonani telefon raqamlarini hamda Instagram akkauntini belgilab ketamiz. Qanaqa savollar bo'lsa, ular bilan bog'lanib, savollarga aniqlik kiritishlar mumkin. Nima deymiz? Shunaqa yaxshi insonlar ko'paysin. Shoh xususiy больницasiga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Salomat bo'linglar.